Hop, sizlarga savol. Bir kishi do'ppi olgani do'konga kiribdi. Do'ppingiz necha pul desa 15 so'm debdilar. 15 so'm desa, u kishini xaridorda 50 so'm butun puli bor ekan. Arabistonda real deylik, 50 real butun puli bor ekan. 50 real beribdi. Do'ppini berib qaytim beray desa, mayda puli yo'q ekan. Bizdachi yo'q. Shogirdga beribdi, borib qo'shni magazinga, qo'shni do'konga chiqib maydalab chiqdi. Chiqib qo'shni magazindan pulni maydalab chiqdi. Do'ppini berib 35 real zdachini bergan, ketgan. Покупатель ketgan, xaridor. Keyin bir mahal nariga pul maydalab bergan do'kon yugurib chiqibdi. Mana 50 real puling poddelka ekan. Hazakam ekan. Qarasa rostdan hazakam. Keyin haligi do'ppi sotgan olib mayli apkada olib turib boshqasi ham kuymasin deganda hali 50 real yirtib tashlab yuborganda qo'shni do'konchiga o'rniga boshqa original 50 real bergan, toza 50 real. Вопрос, savol shundaki, shu haligi do'ppi sotgan odam necha pulga kuygan, shuni topish kerak. U bitkasi qancha bo'ldi, ziyon. Topinglar.